Yangi ders bo'lsa, dumlama etish so'laya. Bunun ketarlik materiallarni oldi bilan tanishtirib o'tay. Dumlamaga ketarlik materiallar bo'lsa, go'sht, andan keyin makalla kesilak, ya'ni lanxa deb qo'yamiz. Bundan muvofiq miqdorda. Andan keyin ustini bezash uchun yumg'oq sut, andan keyin piyoz, qizilmuch, ko'kmuch, andan keyin sho'xlar, bir tal baranga, andan keyin tatlı baranga, qizil sebze, sariq sebze, andan keyin mana shu tashqaridan muvofiq miqdorda. Müş materiallar ketadi. Bularni kelmisiniz, o'zinglarninki iste'mol ahvolinglarga qarab turib, oz ko'pligini o'zinglar belgilasanglar bo'ldi, jimi. Andan keyin dard-darmaklardan tuz, qarmoch, zira, andan keyin tetikqo, laza, kavavchin uni. Müşlar ketadi. Müş materiallardan foydalanib, shu dumlamani aytib chiqamiz. Oldi bilan shu go'shtimizni shu to'g'rab, yangining cho'ngligida, shuni to'g'rab tayyor qilib olamiz, yo'g'on pach qilib, jimi. Andan keyin mavo kalla kesilakni, ya'ni lanxani shunda pach-pach, butun holatda, mushkul holatda ajratib olamiz. Andan keyin men sebzini, andan keyin mav kavni, berengini, tatlı berengini shu dapenchiga to'g'ragandek shu holatda o'zimizga yoqtirgan shaklda cho'ng-cho'ng to'g'rab tayyor qilamiz. Oldi bilan malani biz to'g'rab berib chiqiliya. Sekik tatlarimizni men to'g'rab misholatda tayyor qilib olamiz. Andan keyin men piyozni yarim piyola suvga chilab tayyor qilib olamiz. Yog'liroq go'sht ishlasanglar, suvga chilimsanglar bo'ldi, piyozni shu bitlam sasanglar bo'laverdi. Jumosini yumshoq chanib olamiz. Andan keyin men pomidorni posini so'yib yumshoq chanib olamiz. Andan keyin men ularni aralashtirib tayyor qilib olamiz. Go'shtimizni mana o'zinglarning yoqtirgan shaklda yumshoq to'g'rab olsanglar bo'ldi. Saylan tayyor qilib oldik, endi dumlash bosqichiga o'tamiz. Qizlar oldi bilan mish qozimizni quruq holatda qizitib olamiz. Qozimiz mararız qizib bo'ldi. Qizib bo'lgandan keyin endi bizning qildiganimiz shu bundan mayliqroq go'shtimizni tikka. Mayliq tarafini tik qo'yib qo'yib qozonga teksh holatda bir qator tizib chiqamiz. Mana ko'rdinglarmi, go'shtimizni bir qator tizib bo'ldi. Qizib bo'lgandan keyin endi mana ustiga bayatdan biz tanishib olgan dard-darmaklarni bir qur chachimiz. Mana dard-darmaklarni chechib bo'ldik. Chechib bo'lgandan keyin buni past o'tda qo'yib qo'yib chachimiz dard-darmaklarni. Keyin ikkinchi qayoqqa yana tizib chiqamiz. Bu holatda tizib teksh qilib bo'lgandan keyin uni ustiga mana dard-darmaklarni chechib tayyor qilib olamiz. Mana ko'rayotganlarda ikkinchi qayoqni tizib dard-darmaklarni chechib qilib bo'ldim. Qilib bo'lgandan keyin bayatdanqi piyazimiz bor. Shu piyazni go'shtning ustiga tekshi chechib olsak bo'ladi. Bunga suyini qo'ymay turamiz hozircha. Chechib bo'lgandan keyin endi buni to'lqini yetib 20 minut dumlaymiz. O'tirgan o'tda, bekmi emas, bekmi emas, normal o'tda 20 minut dumlaymiz. Qizlar mana go'shtimizni shu 20 minut to'shgandan keyin misholat keldi. Kelgandan keyin endi buni ustiga to'g'ralgan sho'xliklarimizni tekshi to'kib chiqamiz. Mana pomidorni tekshi chechib bo'ldi. Chechib bo'lgandan keyin endi bayatimiz to'g'rab olgan saylarimiz bor-ku. Bu saylarni shu go'shtning ustiga tekshi bir qur qo'yib chiqamiz. Mana saylarni tizib, dard-darmaklarni chechib tayyor qilib oldik. Tayyor qilib olgandan keyin endi bayatdan piyozning suyi bor-ku. Shu piyozning suyini cho'rsdan boshlab teksh holatda misol quyib olsak bo'ldimi? Quyimsanglar bo'ldi, navbat yog'liroq go'sht ishlatib qolsanglarmi? Mana saylarimizni tizib, dard-darmaklarni chechib tayyor qilib bo'ldik. Qilib bo'lgandan keyin endi buni ustiga bayatdan piyoz suyimizni teksh holatda quyib o'tamiz cho'rsdan boshlab. Quyib o'tib, andan keyin buni ustini bayatdan biz ajratib olgan mavo lanxa demdoq, kallak yeselak, mishni yepib chiqamiz ustiga jimi. Teksh holatda mishni yapamiz, men to'liq yepib chiqamiz jimi. Mana kallak yeselakni teksh tizib, hamyerni yepib, misholat qilib olamiz. Qilib bo'lgandan keyin endi o'tni ochamiz. Sayin tizg'aloqda o'tni o'chirib turamiz. O'chirib bo'lgandan keyin ana keyin qolgan saylarni tizib, andan keyin shu lanxani, ya'ni kallak yeselakni ustiga yepib bo'lgandan keyin ana o'tni ochamiz. O'tni ochgan vaqtinglarda boshda 5 minut sal kuchliroq o'tda ichitsizlar, andan keyin suz o'tga tushirsizlar. O'tni bek normal avvalda pola dumlaymiz, shu pola dumlagandek dumlagan holatda egilib o'tni qizini to'g'ini yepib turib, endi shuni 20 minut dumlab pishiramiz. Mana qaranglar, 20 minut to'shdi, to'shgandan keyin ana qarsak, misholat pishib chiqadi bu. Endi buningki ustidagi kalla kesilakni birdan-birini ilib tasni ustiga tizib olamiz. Kalla kesilakni misholatda tasib tizib olamiz. Tizib olgandan keyin endi men qozondagi saylarni ostiga tizib chiqamiz. Qizlar mana ko'rayotganlaridek mushkul shaklda tizib chiqamiz. Ostiga bir qala saylarni tizib bo'lgandan keyin ustiga go'shtlarni ilib orasidan shu saylarni yana qo'yib, bezab chiroyli mehmonlarni oldiga chiqsanglar meni aytib ko'rkam turdi. O'zim bek yeyishlik ham quvvatlik, oziq qiymati yuqori bo'lgan mo'l usulliq bir dumlim bo'ldi bu. Oila bir sinab beqishinglarni umid qilaman. Endi mana ustiga bir jumg'asini chechib bir ko'rpa qilay. Mana ash ko'kilma chechib bo'ldimi? Misholatda chiroyli bezab iste'mol qilsanglar